Xo'p, Gabion setganimizni so'raganlar. Xo'p, hozir bir narsani oldin aytib o'taylik. Shu hozir kommentariya yozilgani uchun qayta masalan bir informatsiyani ko'p berib o'tib turibman. Xo'p, kanalimiz obunachilari yoki yangi kuzatuvchilar shu kanalimizga o'tib videolarimizni o'tsanglar, hamma narsaning narx-navolarini chiqarib o'tganmiz birma-bir videolarimizda. Xo'p, yana ham shundan bir aytib o'tamiz. Nima desa, bir biratimiz yozgan ekan endi. Xo'p, buniki hammasi 2 metr 1 metr bo'ladi, standart plani. Hozirgi ko'rib turganingiz simkalarlar 2.5 lik bo'ladi. Asinkovka va do'shiklari 3.5 sm bo'ladi. Buning narxini keladigan bo'lsak, bir donalikda 150 ming so'm bo'ladi. Xo'p, yana busini keladigan bo'lsak, bu 5.5 bo'ladi, 5.5. Simkalarlarga 2 cm simkalarlarga 2 cm debman, 2 lik. Hop, buni narxini keladigan bo'lsak, buni narxi 70 ming so'm. Keyinda buni teyinda bor, teylarında simkalarlarga buniki 3.5 lik, chist 3.5, lekin 308 debga 3.5 chiqadi. Hop, buni narxini keladigan bo'lsak, buni narxi 175 ming so'mni tashkil etadi. Hop, shunday 5.5 ni yana 2 turi bor. 2.5 lik simi bor, donasi 105 ming so'mligi bor. Keyin 2.8 lik simi bor, 135 ming so'm narxi. Keyin shu narsani rulollisi ham bor, bu yerda. Rulollisi. Mana bu ham 105 ming so'mligimiz. Keyin bu yerda men desam bor, ikkinchi garaj Asinkovka deb aytiladi bu. Rangini umuman o'zgartirmaydi. Hop, bular 130 ming so'm donasi. Bularning 4/4 simkalarlarga 2.2 shunday bo'ladi. Yine abide rulollisi bor. Bu yaxshi ketdi qayta rulolla. Ucu tamam bo'ldi pasti. Xo'p, o'rgam shu 5.5 simkalarlarga 2 lik. Bu 1.5 metr va rulonda 20 metr bo'ladi bularning. 1.5 metr bo'ladi. Xo'p, bu narxi keladigan bo'lsak, buni 1.70 ming so'm bu narsani. Bular Gabion setkadan o'zi ko'pchilik biladi. Eng ko'p Toshkentda ishlatiladi bu narsalar. Hozir ko'rsatganlar emas, Gabion setka. Bular Gabion setkalar hammasi qimmat yuradi. Simkalarlar uchun sifati yuqori bo'lgani uchun, agar rulon setkalarning arzonlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ta 15 mingdan ular ham 60 ming so'mdan bor metrlari. Shunday. Keravelasizlar. Bizning adreslarimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani, Televishki yonida. Shunday ishxonamizdan shunday chiqsak, bu yana Televishki. Bu yerimiz yana Go'rg'os tarafdan kelsak bo'ladi, Miskin taraf. Xo'p. Yana bu yerda nima bu? Stage setkalar. Xo'p, 16 ming so'mdan bor. 26 ming so'mdan bor, bu yandan bor 26 ming so'm. Keyin oranda kompozit setka bor, uni donasi 40 ming so'm. Ya bular 140 ming so'mdan ruloni, 10 metr, 1 metr. Hop. Mana bu Rabissa setkalarimiz 1.5 metr, 10 metrligi 155 ming so'm, ko'zi 7 ga 7. Hop, arg'isi 2 metr, 10 metr, ko'zi 4.5 235 ming so'm. Hop, mana bular yana 1.5 metrlikni sim maydalari, sim irillari, shundilari bor. Mana bular bor, 260 ming so'mdan 3/3, 1.5 metr, 10 metr. Hop, mana bular bor, ko'zi 4.5 sim iriroq, 2 lik. Hop, bularniki 1.5 metr, 10 metr, narxini keladi 255 ming so'm bersa bo'ladi bularni. Shuningdek, bu kompozit setkamizni ham ko'rib o'tdik. Ozgina qoldi bundan ham. Bu menimcha 4 kilo birinchi yilga kelib kelgan narsa bo'lsa kerak. Ko'pchilik bilmaydi bu narsaning navoligini. Plasmassada bo'ladi, lekin kompozit degan narsa bo'ladi bu. Simmidi, etmidi, kantaskilari buni nima etib orasidan o'tib ketadi. Bularning kantaskilari nima ustma-ust yamalgan bo'lsa, uniki orasidan o'tib ketadi. Bu yine mesela simni tushuntirib o'taylik. Sim dedik, desangiz yana qayrildi, to'g'rimi?
Hayrat. Doğruladı. Kompozitni shunab qayiramiz yine. Ne sınadı, ne netedi, yine doğrulanıp keladi. Shuning uchun bular 40 ming so'mdan qimmatroq zanglamaydi, chirimaydi onun mahsulot bo'ladi. Eurozaborni yana videolarni qo'yganmiz. Bugunning o'zida bir 2 video qo'ydik. Eurozabor ustanovka etgan videolarimiz, natijalarimiz kanalimizga o'tib bemalol ko'rib natijalaringiz mumkin. Shu hamma jalka bo'lgan like ni bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda görüşünce.